To'g'am odamlar yaxshilik qilib kibrdan qaytargin deb chiqarib yubordilar. Okay. Bitta savolim bor deymanmi bersam. Qish o'tib ketdi-da, okay, yoz keldi. Kofe so'lib qilmayaptimi? Yo'q. Ya. Bitta savolim bor-da, okay. Bir oyog'ingiz kaltami, okay? Nita uchunmi, okay, просто qiyish o'tiribsiz-da. Voy, xafa bo'lsa, okay, menimcha. Okay. Bilmayman. Kofe olib keldim-da, endi qo'ysanglar kerak ruga. Men okay, kilichkanglar kofemi deb o'ylanman-da. Nima xolos? To'g'am odamlarni kibrdan qaytargin deb chiqarib yubordilar-da, okay. Kibr yo'q bizda. Biz mestavoy gaplashib turibmiz bolalar bilan. Ya. Qiyshayib turisham kibrga kiradimi deyman-da, okay. Voy, nima kulyapsiz, okay? Nima asas bor? Ya, Okay. zo'r tema ketdi-da. Ya. Rosa qiziq qoldim-da, okay, temalarga. Kofe oluvdim-da, okay, sizlarga qo'shilaman deb. Voy, Okay. endi bularning ichida yaxshiroq odamga o'xshaysiz-da, bitta savol bering, okay. Bitta savol bering, keyin ketaman. Nima ish qilishingiz qiziq-da, okay? Bizneslar bor 2-3 ta. Biznes qilasizmi? Ha. Atay. Biznes bor, lekin maqsad yo'q o'xshaydi-da, okay? Prosta, okay. Kofe ushab turishdan maqsad yo'q o'xshaydi-da. Xafa bo'layotganga o'xshaysiz-da, okay? Yo'q. Keting bo'ldi, xursand bo'lamiz. Xafa emasmisiz, okay? Yo'q, normal emas. Jahli chiqayotgan odamga o'xshaysiz-da, okay? Arzimagan narsaga asabiylashib ketyapsiz-da, okay? Prosta, okay, bu yerda turishdan maqsadni bilmoqchi edim-da. Maqsad yo'q, turibmiz shundoq. Shuni so'ramoqchi edim. Okay. Men ham kulay. Ya. Men ham kulay deyaptim-da, okay. Keling, kuling. Mazax kulyapsizlar-da, okay? Ya. Xafa emasmisizlar deb so'ramoqchi edim, okay? Cho'tki va gapi yo'q lekin, okay, charchamanglar.